Ikkinchisi Rasul Kusherbayevga. U kishi jonli qilayotganda savol berishibdi, Abror Muxtor Ali bilan gaplashasizmi, gaplashib oling undan bundan deb. Endi aytibdiki, nimani gaplashaman? Diniy mavzularda Abror Muxtor Ali kuchli. Meni diniy mavzularda ya'ni ilmim saviyam yetmaydi. Nimani gaplashaman? Siyosiy masalalar, siyosiy elitada, siyosiy ijtimoiy hayotda bir mansabda ishlamaydi u kishi. Debdi, bu gaplarini diplomatik, madaniy gap deb qabul qildim. To'g'ri, lekin bitta gap gapiribdi. Meni endi bilmayman, nimagadir gapirdi Abror Muxtor Ali debdi. Rasul Kusherbayev, sizni nimaga gapirganimni siz bilmagan bo'lsangiz, qaytadan aytaman. Siz Parda podkastini qo'llab-quvvatlayotgan O'zbekistonda pardasiz yurish kerak degan jamoani qo'llab-quvvatlayotganlar bilan birga menga petitsiyada qatnashdingiz. O'shaning uchun gapirdim. Sizga ishonch yo'q ekan dedim. Mavzuni agar chalg'itib tushunmay turgan bo'lsangiz, tushuntirib qo'yay sizga. Rasul Kusherbayev, qilayotgan ishlaringiz, xalqparvarlik to'g'risidagi mavzularingiz biroz shubha uyg'otdi menda o'sha kunlari. O'shani gapirganim. Bilmadim degan uchun sizga aytib qo'yapman. Sizni aynan boshqa masalalaringizni qo'llab-quvvatlayman. Lekin Parda podkasti masalasida Hamid Sodiq bilan bo'lgan mavzularda uni shogird Endi ovoz. Endi keldi. Ovoz keldimi? Ovoz yo'q. Ovoz bor. Telefoningizni ochingchi, Instagramni ko'ringchi. Ovoz ketdi, ovoz kelmadi. Ovoz bir keldi. Hamma yaxshi. Demak, Rasul Kusherbayev do'stimizga o'sha paytda aytgan mavzuyim shu edi. Hamid Sodiq va uni shogirdlari tomonidan o'sha Parda podkastiga borganini, pardachilarni himoya qilganligini, O'zbekistonning qadriyatlariga tupurib qo'yib, pardachilarni olib chiqishimiz kerak, bular asosiy olimlar bilan maqola qilayotganlar deb sun'iy pufak shirishayotgan paytida qarshi chiqqan edim men. Bularga shaxsiy fikr bilan qarshi chiqyapsizmi deganda, yo'q, qonunchilik bo'yicha bugun qonun normativlari bularga qanaqa chora ko'rish kerak bo'lsa ko'rish kerak. Qadimda bunaqalarni qatl qilingan degan edim. Qadimda bundaylar qatl qilingan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'lguncha urgan. O'ldirmagan u, bundoq qilib urgan. Qadimda deganman. Endi mana bu İlyas degan, o'zi jurnalist emas, qatdan kelib qolgan jurnalistikaga bilmayman. O'sha chiqib olib, mana Abror qatliga hukm qilyapti deb provokatsiya qildi. Men bilaman, sizlarning guruhinglar bor. Telegram guruhinglar bor, yana bilmasam WhatsApp guruhinglar bor. U joyga maqolani tashayapti bittasi. Abdurahmon tashanib qo'yyapti, orqasidan Kamoliddin Rabbimov, İlyas qo'ygan. Rasul Kusherbayev ham qo'ydi. Rasul Kusherbayev nimaga meni gapirdi deyapsiz-ku? Shuning uchun gapirdim sizni. Dastoyni turing. Yo, pardachilar tarafdaman menam deb e'lon qiling. Payt poylab yuribman, xalq haqidagi jon kuydirgan gaplarimni hammasi maska bu. Men payt poylab yuribman, ertaga pardachilar shunaqangi ko'tarilsa men ular tarafdaman deb ochiq ayting yoki. Bo'lmasa unaqa o'zingizni hech narsa bilmaganga, soddaga so'ramang. Sodda mug'ambir deydi bizda bunaqalarni. Sodda bo'lmang unaqa, sodda. Men bilmadim, ya? Ana bu Mirzo Xolbekov bir kinosi bor. Ya birodarlar, urushmanglar deb jiq pichoqni sanchib oladi-yu bittani do'ppi kiygan amak. Unaqa qilmang.
aniq bitta mavzu bo'yicha sizni gapirdim men. Javob berganingiz yo'q. Men tortishib o'tirmadim. Tortisha olmaysizda. U masalada din masalasi yo'q. U joyda xalqni qadriyati degan narsa turibdi. Xalqning qadriyati. Xalqning qadriyatiga ya'ni tosh otmanglar degan mavzu deydi. Menimcha to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. O'zi aslida chiqib turib bu masala bo'yicha uzr so'rab qo'yganingizda edi, obro'yingiz oshardi. Ya'ni o'zingiz bilasiz, sizni majburlab hech kim uzr so'rab turmaydi. Millatni qadriyatiga hujum qilganlar yo dunyoda yo oxiratda albatta uzr so'rashadi. Dunyoda so'rashsa hay, oxiratda kech bo'lishi mumkin. O'sha masala edi. Bunga ham men qisqaroq javob berib qo'ydim. Rasul Kusherbayevning harakatlari, xalq uchun qilayotgan xizmatlarini qo'llab-quvvatlayman. Bular sun'iymikin degan shubha uyg'ongan edi menda. Nimaga uyg'ongan edi? Petitsiya qilib, petitsiyachilar, pardachilar, ya'ni ayollarimizni pardasi kerak emas, pardasiz bo'lish kerak degan jamoani qo'llab-quvvatlagani uchun qattiq gapirgan edim. Hali ham o'sha safimda turibman men. Men unaqa saf o'zgartirmayman. Esimni taniganimdan beri bitta safdaman. Ma'lum mening pozitsiyam. Rasul Kusherbayev va uning atrofida boshqalaridan Hamis Sodiq bo'ladimi, bu Abdurahmon Tashanov bo'ladimi? Bular aniq. Bular payt poylab yurgan odamlar. Bularni millatga qaytishi, bularni millat haqidagi samimiy sog'lom fikrlarini ya'ni men ko'rmadim. Shaxsiy fikrim ko'rganim yo'q. Rasul Kusherbayevdan kutmagandim. Kamoliddin Rabbimov undan ham kutmagandim. Kamoliddin Rabbimovni ham kutmagan edim. U ham pardachilar bilan birga o'sha postlarni qo'ydi. Bularning Telegram guruhlari bor. O'sha guruhlarda tashashadi o'rtaga va tashashib keyin orqasidan nimaga maqolani qo'ymayapsan? Nimaga maqolani qo'ymayapsan deb bosim o'tkazishadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning gapi aniq to'g'ri gap edi shu. Ba'zi jurnalistman deb yurganlar OPGdan yomon degan edi. Uyushgan jinoyatchilar guruhi. Uyushgan jinoyatchi jurnalistlar guruhi. Shunaqalar bor. Hammanglarga qarshi o'zim yakka yuraveraman. Qadar g'olib bo'lguncha, qadar bizni ustimizdan g'olib bo'lib jonimiz ketgandan keyin biz to'xtaymiz. Lekin ortimizda meros qoldirayotgan shogirdlarimiz, farzandlarimizga nasihat qilib ketamiz. Vasiyat qilib ketamiz. Hech qachon bularga bo'yin egmanglar. Hech qachon bularni hiyla, makr, nayranglariga aldanmanglar. Haq yo'lda bo'linglar, xalq tarafida bo'linglar. Allohni qadariga ya'ni rozi bo'lib kurashda davom etinglar deb ketamiz. Xo'p, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Shom bo'ldi. Yana nasib bo'lsa, yo'l suhbatlarida diydorlashguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.